Banda qiyomatda eng birinchi so'raladigan amali ham namozdan bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilinadi, men Rasululloh alayhissalomni qiyomat kuni banda amallari ichida eng birinchi hisob qilinadiganı uning namozidir. Agar namozi to'g'ri bo'lsa, aniq yutuqqa erishibdi, najot topibdi. Agar namozi chala bo'lgan bo'lsa, fosid bo'lgan bo'lsa, shubhasiz, umidsiz bo'libdi, yutqazibdi deganlarni eshitganman. Imom Tirmiziy rivoyat. Shuning uchun namozni o'ta ehtimom bilan o'qish kerak. 8-si, namoz suyukli payg'ambarimiz alayhissalomni hatto o'lim to'shagida yotganlarda ham biz ummatga oxirgi qoldirgan vasiyatlari. Hazrati Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu aytadilar, Nabiy alayhissalom so'nggi nafaslarida ham usikum bis-solah va ma malakat aymanukum, namozingizni vaqtida o'qing va qo'l ostingizdagilarga e'tiborli bo'ling, ularga zulm qilmang dedilar. Imom Abu Dovud rivoyat. Oxirgi nafasda ummatga shu vasiyatlarni aytishligi namoz o'ta ehtimomli amal ekanligini ko'rsatadi. Namozni bundan boshqa yana ko'plab fazilatlari bor. Ularni bir mavzada aytib tugatib bo'lmaydi. Kim namozni muhofaza qilsa, ya'ni o'z vaqtida ado qilsa, namoz uni qalbida, yuzida, qabrida va mahshargohida nur bo'ladi hamda qiyomat kuni u uchun najotga aylanadi. U Allohning inoyatiga sazovor bo'lgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga tiriladi.